Şu oyog'imda eng asosiy oyog'imning og'rig'i, yurolmay oyog'im sudrab kelganman. Hayotga qiziqishim orqada bo'lar ekan. Bir kiyim kiysangiz yarashmaydi, boshqa. Kimgadir bu semizlik, bu ko'hlikkina, do'mboqqina bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin Bir yil avval kelganman yoningizga. O'rtada qo'rquv bo'ldi, yana boshqa nimalarda hamma doktorlar ko'p. 44,5. 144,5 kilo bilan vazn operatsiyaga kirganmiz. Hozirgi kunda 135,700. G'alaba bilan keldim shu oyog'imda qarang tapchimi? Shu mana qaranglar. Shuncha Operatsiyadan oldingi kiygan tapchika shu edi. Bir haftalik natijamizda 10 kilodan oshiq vazn ketdi. Assalomu alaykum muzik kuzatuvchilar. Bu yana bir xursandchilik kunlardan biri. Bundan bir hafta avval juda ko'p shikoyatlar bilan bizni shifoxonaga, bizni jamoaga murojaat qilib kelgan Rahul opamiz bugun juda katta yutuqlar bilan, juda katta xursandchiliklar bilan keldilar. Shu xursandchiliklari sizlar bilan baham ko'rish maqsadida bir suhbat qilmoqchimiz. Xush kelibsiz jamoamizga yana bir bor. rahmat. Bir hafta oldin bariatriya amaliyotini o'tkazdik. Amaliyotdan oldingi bir shikoyatlaringizni aytib bersangiz, keyingi bugungi kundagi haligi xursandchilik, o'zgarishlar bir aytib bersangiz, Rahul opa. Eng asosiy oyog'imning og'rig'i, yurolmay oyog'im sudrab kelganman. Oyog'im sizam o'rganda. Keyin adishga bo'lardim. Benim oyog'imni avaylab bosgan hisobga belimga og'riq berardi. Shu keyin to'g'risini aytsam, hayotga qiziqishim orqada bo'lar ekan. Bir kiyim kiysangiz yarashmaydi, boshqa. Endi Allohga shukr, mana 16-kuni operatsiya bo'ldim, 16-sentyabr kuni. Alhamdulillah, yengilman. Bu shikoyatlardan tashqari yana aytdingiz, hansirash bor edi, nafasga to'ymasdim dedingiz, shunaqamidi? Nafasim shu ichimga tushib, shu ko'krak qafasida bir mush bo'lib tiqilib, keyin nafasim bir ichimga tushib ketib, keyin reski nafas kelib ketib, bo'lib ketganman, hali o'zimga kelib ketib, shunaqa bo'lib yurdim. Oyoqlarda shish bo'lib nima bo'lardi? Tapchikalar kiyim olmasdim, sig'masdi dedingiz. Tapchika 38 razmer kiyardim, 39,5 kiyadigan bo'lib qoldim. Ishga Shu endi bir jalba bilan keldim, shu oyog'imda qarang tapchimi? Shu mana qaranglar. Shuncha Operatsiyadan oldingi kiygan tapchika shu edi. Shu hali men esimda oyog'i sig'magan holatda ishib keluvdi, bitta to'lib turuvdi. Hozirgi kunda boshqa o'zlaridan katta tapchika kiyib olgandek oyoqlar kichirab qoldi. Juda yaxshi. Uyga borganimizcha endi Kimgadir bu semizlik, bu ko'hlikkina, do'mboqqina bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin hayotda azoblanib qiynayotgan odam shu kasallik bilan aziyat chekayotgan bemorlar hisoblanadi. Bir yil avval kelganman yoningizga. O'rtada qo'rquv bo'ldi, yana boshqa nimalarda hamma doktorlar ko'p. Hammasiga ham Allohim qayerga borsa ham omadini bersin, shifosini bersin, men sizga ixlos qilgandim. Alhamdulillah shu niyatimga yetdim. Bu amaliyotni chiroyli qilib o'tkazdik, ishonchingizni oqladik degan umiddamiz. Bir haftalik natijamizda 10 kilodan oshiq vazn ketdi. Amaliyotdan keyin 8-kun mana 144,5 kilo bilan vazn operatsiyaga kirganmiz. Hozirgi kunda 135. 135,7. Shuni suratga olib bering. Sizga olib beramiz hozir albatta. Bu 8 kunlik natijamiz. Necha kilo bo'ladi shunda? 144,5 mi? Salkam 10 kilo. Salkam 10 kilo. Salkam 10 kilo. To'g'ri ovqatlanamiz, vazn ketishi ko'payib boradi. Bu yillar mobaynida yig'gan yog'imiz yillar mobaynida emas, kunlar mobaynida ketishi kerak. Xudo xolasa. Va bu asosiy vazndan tashqari yuqoridagi shikoyatlari ko'pi bartaraf bo'lishni boshladi. Hozir Rahul opa aytgan ayrim shikoyatlarni aytib o'tdilar, lekin o'zlari bilmagan boshqa muammolar ham bor. Ya'ni semizlik oqibatida ichki a'zolardagi yog' bosishlar, jigari yog' bosishi, gepatit borligi, yurak kasalliklari, qon bosimining ko'tarilishi, o'zlarining hojatlariga borishlaridagi muammolar, uni har bir semizlik bilan aziyat chekayotgan bemorlarimiz bemalol ayta oladi qiynalayotganini. Endi o'ylaymanki, Xudo xolasa yaqin oylarda, yaqin yillar ichida juda ko'p natijalarga erishamiz. Bilan nazoratda bo'lib turasiz, suhbatda bo'lib turasiz. Jamoaga hammasiga rahmat aytaman. Bizaqa bemorlar qancha shunaqa bemorlar bo'lsa hech ikkilanmasdan, o'ylanmasdan. Avvalo Alloh sizlar sababchi qilib qo'ygan. Avvalambor albatta.